maqsadiga yetmay qo'ymas qancha to'siq bo'lsa yo'llarida bizlar o'sha zet avlodmiz bizlar o'sha noto'g'ri to'g'ri yo'l bor tanlash o'z qo'limizda yaxshi yo yomon bo'lish bosilgan bir qadamda maqsadiga yetmay qo'ymas qancha to'siq bo'lsa yo'llarida bizlar o'sha zet avlodmiz bizlar o'sha Yugur, Jasur, yugur! Jasur, qoch, Sarvar! Qoch! Yugur! Bo'l, Sarvar, to'xta! Voqea bunday boshlangan. Sarvar, fizika darsidan yordam berib tur. Yo, bermayman. To'g'risini aytsam, umuman tushunmadim fizika darsiga. Ustoz ham rosa mijg'ov kishi. Yo, bermayman. Bermaysanmi? Faqat o'qiysan. O'zing ne qilmading? Sarvar, qara. Ha, Sarvar paxtachi. Nima deyapsan? Kim paxtachi? She, sen hali gap ham qaytarasanmi? Nazon darsini san qildingmi? Nima qilib bergan bo'lsan? U meni sevgan qizim deyapman, tushundingmi? Ol qo'lingni. Zo'rmisan shunaqa? She, sevgan qizim deyapman senga, tushundingmi? Sarvar, qoch uni! Ushlaring uni! Bo'l, Sarvar, to'xta! Ay! Voy, yugur tez. To'xta, nafasim tiqilib qoldi. Ay, tegma, menga tegma. Bu men, Jasur, maktabning eng krasavchik yigitiman. Menga tegma, qoch! Voy, tegma unga. Ushladigan sani. Tegma. Menga san. Qo'lingni ushdingmi? Qo'lingni. Kap! Bu esa Sherbek. O'zicha maktabning paxani. Billa qo'lga tushdingmi? Ha, qo'lga tushdingmi? Urma meni. Kasalim bor meni deyapman senga. Bu esa Sarvar, tog'amning o'g'li. Nima? Bor. Tirancha, yo'qol bu yerdan. Hozmashdan tez ketmasang, butun maydonga shamanini chiqaraman, eshitdingmi? Bu esa Dilnoz, bizning himoyachimiz. Aralashma qiz bolasan, yo'qol. Ketmaysan-a? Yo'q, ketmayman. Yo'qol, ketaman. Ketmaysanmi? Ketmayman. Ketmasang ketma. Jinni. Afsuslanasan. Surbotda. Mayli bolalar, ketamiz. Sarvar, hali gaplashamiz sen bilan. Qizlarga. Hali gaplashamiz senlar bilan. Sarvar, yaxshimisan? Yaxshimisan? Sarvar? Tur yo'qol, eshitdingmi? Senlar bilan gaplashamiz hali. Bo'ldi, Sarvar siqilma. Sarvar, yaxshimisan? Hali buni beramiz ularni. Sarvar, sizlarga nima bo'ldi? Nega urushib o'tiribsizlar? Menga qara, burningdan qon oqyapti. Menga qaragin. Hozir men kelmaganimda bundan battar bo'larding. Sani kim chaqirdi? Sarvar, nima deganing bu? Menga qaragin. Bor-ey. Dilnoz? Ha. Undan ko'ra, meni yuzimni artib qo'y. Bor, o'z yetmay turuvding. Toshingni ter. Voy. Tom ketganmi buni? Jim. Sarvar? Ular hali bu ishlar uchun javob berishadi. Bo'ldi, qil, bor joyingga o'tir. Nima? Menga ishonmayapsanmi? Ko'rdim ahvolingni. Bor dedim. Xohlasang hozir borib dabdalasini chiqazaman. Xo'p, zo'rsan, bor joyingga. Voy, ana ustoz keldi. Ustoz keldi. Donolarning donosi, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Hurmatli ustoz, darsimiz hozir tarixmidi yoki adabiyotmidi? Shu oxirgi paytlar esim kirdi chiqdi bo'lib qolyapti-da. Halilov, ota-onangni chaqirtiraman shekilli.
Ustozim, buni hech ham iloji yo'q-da. Ota-onam hozir chet elda mazza qilib dam olib yurishibdi. Xohlasangiz uyda xizmatkor ayol bor. Rosa chiqishasizlar-da. Ustoz, ularga e'tibor bermang. Bilasiz ularni. Voy. Nima bo'pti bizga? Nima deyapti bu? Hech narsa. Sarvar, senga nima bo'ldi? Kim bilan mushlashding? Mushtlashmadim. O'zim shundoq yiqilib tushdim. Ustoz, odam ko'zi g'ilay bo'lgandan keyin to'g'ri yo'ldan yiqilib tushadi. Po'latov, yana seni ishing bo'lmasin bu? Ustoz, darsiz o'tsangiz-chi, aqlingiz yetmagan narsaga nima qilasiz aralashib? Beshok. Nima? Nima deding, Po'latov? Qani doskaga chiqchi? Obbo, ustoz, sinfda shuncha bola turibdi. Nima endi men chiqishim kerak? Keyingi paytlarda san, Po'latov, juda haddingdan oshyapsan. Ota-onalar majlisiga ham seni uyingdan hech kim kelmadi. Bu nimasi? Ustoz, endi bizani bilasiz-ku, Po'latovlarga hamma narsa mumkin. Joyingga o'tiray, ustoz turibdi. G'alati emasmi yonida? Qo'yib yuboray, nima ham qila olardi? Boya kamlik qilib Bo'ldi, bolalar. Keyin erkaksan. Nima qiladi? Voy, o'zingni bos. Ey, dushman! Dushman! Dushman dedim, o'zingni bos. Po'latov! Ey, bor, direktorni chaqir. Qo'yib yuboraman, nima Voy, direktorga gapiryapman. Ey, bor, direktorni chaqir, kel. Sarvar, qoch, qo'lingni ol. Zoir Karimovich. Yana o'sha mashhur 11B. Bu safar to'polonni kim boshladi? Po'latov, sen yaxshi bola eding-ku. Yana menmi ustoz? Mana sarvalar boshladi. To'g'rimi bolalar? To'g'ri, sarvar boshladi-yu. Sen to'rttaling xonamga tush. Rahimov, Bekinma, sen ham tush. Sharofat Odilovna. Men bu yaramaslarni o'zim gaplashib qo'yaman. Qani yurlaring-chi? Qani yur. Hammani ko'rmadi. Qo'rqmalaring. Yur. Bilasizlarmi, bolalar? Dunyoda eng yomoni nima? Sen qancha mehr bersang, unga javob qaytmasa, yaqinda o'zinglar ham katta odam bo'lib qolasizlar. Vaqt juda beshafqat, tez o'tib ketadi. Ana o'shanda bilasizlar, mehr nima, insoniylik nima. Hozir esa Qo'lingni chiqas cho'nchagingdan. Ey, sallaga o'zi nima kerak o'zi, ha? Ey, sen to'rttaling. Qachon odam bo'lasan? Sochingni qara. Maktabga shunaqa keladimi? Sanchi? Rahimov, tuppa-tuzuk bola eding-ku. Nimaga bu bezorlikka qo'shilib yuribsan? O'zlari birinchi boshladi ustoz. Nima? Kim boshladi? O'zing-ku sinfda eng a'lochisiman, eng kuchlisiman deb bizni mazax qilgan. To'g'rimi bolalar? To'g'ri. Nima deyapsan? Adobni bo'la ustoz. Katta xonangni xonasi turganlaring yo'q. Direktor xonasi turibsanlar. Chiqas qo'lingni cho'ntagingdan. Yaramas. O'zim yaxshi bilaman. Qaysi biring qanaqaligini. Xullas gap shu. Menga qaralaring. Agar yana bir marta shu holat maktabda hududida qaytarilsa, mendan yaxshilik kutmalaring. Sen ham tushundingmi? Tushundim ustoz. Nima menga aytyapsiz? Hammasini boshlagan men bilan-yu. Kim boshladi? Nima deyapsan o'zingchi? Bo'ldi qilaring. Men aytganimni. Endi ayab o'tirmayman. Borlaring darsingga. Po'latov sen qol. Mayli, biz ketdik. O'zing hal qil. Qani, o'tir.
Sherbekjon Po'latov. Senga gap ta'sir qilmaydi shekilli, Po'latov. Gap bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketaveradi, ha? Necha marta takrorladim, qisib yurgin deb. Ertaga ustingdan gap borsa nima bo'ladi? Adayni oldi, qanday javob beraman? Shuni o'ylayapsanmi? Endi domlajon, bu yog'i sizni problemangiz. Odamga o'zingiz javob beraverasiz. Soqqasini olganingizdan keyin to'lab berasiz-da, domla. Kalla bormi? Sekro gapir. Devorga qulog'i bor, bola. O'g'limni ishkali bo'lmaganda, otangga umuman ishim tushmagan bo'lardi. Tushundingmi? Lekin nima qilay? Majburman-da. Hamma ayb o'zimda. Vaqtida bolamga yaxshi tarbiya bermaganman. Jabrini o'zim ko'ryapman. Mayli, darsingga bor. Yana aytib qo'y, Po'latov. Men bilan o'ynashma. Ha, domlajon. Paymonangizdan sizni. Qadaringga la'nat. Sendek bolaga. Bola emas bu. Balo. Hey, sarvarlar, va shu o'zdan ketibdi-yu, Temur. Ular abjaqni chiqarish kerak. Hey. Sherga ham tushunmayapman. Ne o'zidan past ketyapti? Men ham hayronman, nima unaqa qilyapti sher? Unaqa bo'lamasdi-yu. Kelyaptilar mana. Nimani g'iybat qilyapsan? Ha, Sherbek, namcha qolib ketding. Ish qilib ta'zirini yemadingmi? Menga qara, meni ta'zirim beradigan hali onasidan tug'ilganing yo'q. Sana alohida olib qo'yganiga xavotir oldik-da ozgina. Nimaga xavotir olasan? Birinchi marta ko'ryapsan meni? Bo'pti, ketdik. Ketdik. Sarvar nima qilamiz? Bir narsa qilamiz, ketdik. Mamni qara. Ketgancha Jamshid ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Sarvar. İzlamagan joyim qolmadi san. Direktor nima dedi? Hech narsa, kim direktor qilib qo'ygan o'zi bu odammi? Xuddi masxarabozga o'xshaydi. Qo'y bor. Nima dedi? Urishdimi san? Yo'q, faqat ana ahmoqliga ham indamadi. Shuni salom qotdi menga. Qo'yaver. Menda zo'r reja bor. Hal darsan keyin ular adabini beramiz. Obbo, Jasur yana boshladingmi? Ismi Jasuru. O'zing, ha mayli. Ha nima? Ish olmayapsizlarmi menga? Qarab tur. Hali ertadan sport zalga chiqaman. Sana Jasur, sen zalga borasanmi? Ha? Nima qildi menga? Unda kim sigaret chekadi? Hali ham chekayapsanmi? Buni o'g'il bola chekadi. Anliga o'xshagan o'g'il bolami? Mani ularga o'xshatma, Sarvar. Короче, ertadan zalga boraman. Tamom. Undan Dilnozga shogird tushgan? Ustimdan kulyapsizlarmi? Hali qarab turlaring, hammangga ko'rsataman. Ha, akachilar, nimani rejalashtiryapsizlar? Dilnoz qara, ertadan sport zalga chiqaman desam, mana bu ikkalasi ish olmayapti. Borish kerak, erkak kishisan. Ertaga oilangni qanaqa boqasan? Ahvolingni qara. Nima qilibdi meni ahvolimga? Mana urushni bilaman. Yoshligimda boksga borganman. 2 yil qatnaganman. Mana qara. He, bo'ldi, ketdik. Bor, toshini ter. Tomi ketganmi bularni? Ey, to'xtalaring! Hali ertadan sport zalga chiqing, hammangga ko'rsataman. Sarvar. Menga qara o'rtoq, to'xtasenchi, namuncha tez yurasan. Menga qara. Men rosa o'yladim. To'g'ri, senga yordam bera olmadim. Iltimos, xafa bo'lma. Bilasan-ku, sen chin do'stimsan. Undan tashqari qarindoshmiz. To'g'am o'g'il bo'lsang. Bo'ldi qilgan. Xit qording shu gaplaring bilan. Xafa bo'lma baqirganimga.
Gapirmagan o'shalarni. Vaqt kelganda hisob kitob qilamiz. Bo'ldi, urishmaylik. Voy, Sarvar, qara sizlarga kimdir kelibdi. Oyim kelishlari kerak edi. Balki kelgandirlar, ha? Voy, qara Jasur, Sarvar rois kelibdi. Xursandligini qara. Da. Ha, Dilnoz? Ha? Qarashlaringiz boshqacha? Oddiy. Yo'q, oddiy emas-da. Tinchlikmi? Tinchlik. Yoki Sarvarni yaxshi ko'rib qoldingmi? Senga nima? To'g'risini ayt. Hech kimga aytmayman. Kep senga ham aytamanmi? Voy, mendan yashiryapsanmi? Ayt. Yaxshi ko'rasan, ha? Qo'ya qol, Yaxshi ko'rib kep qoldingmi? senga ham aytamanmi? Ayt menga rostini. To'xta. Yoki meni yaxshi ko'rib qoldingmi? Bor yo'qol, jinnimisan? Ximoq. Voy. To'xta, Dilnoz. Oyi, Ha, sizga olib keldim. qo'ysang, undan ko'ra Sarvarga olib kelmaysanmi? Xullas, oyi, qarorim qat'iy. Biz turmush quramiz. Ham kelishib qo'ydik. Oyi, men ham yashashim kerak-ku. Hali yosh bo'lsam. To'g'ri qizim. To'ppa to'g'ri. Hali yoshsan, go'zalsan. Lekin Sarvarchi? Oyi, Sarvarga nima qilibdi? Mana shu hovlida siz bilan mazza qilib yashayveradi. Men bo'lsa tez-tez kelib turaman, oyijon. Turkiya qochib ketgani yo'q-ku, oyi. Bir qadam samolyotga o'tiraman, yetib kelaman. Sizlar shu hovlida yashayverasizlar. Balkim katta bo'lsa, Sarvar ham shu hovliga uylanaveradi. Qizim, sen tushunmayapsan. Axir bolaga ona mehri kerak-ku. Oyi, mana siz borsiz-ku, bor mehringizni beraverasiz. Nima qilibdi? Lekin unga voy, Sarvar? Sarvar o'g'lim, keldingmi? Kel. Bag'rimga bosing. Oying bilan ko'rishmaysanmi, o'g'lim? Shunchalik mendan bezdingizmi, oyi? Sarvar o'g'lim, nima deganing bu? Axir seni juda ham yaxshi ko'raman. Sog'inib keldim seni yoningga. Eshitdim hozir gaplaringizni. Bizdan tashlab ketmoqchisiz, shunaqami? Sarvar, sen noto'g'ri tushunding. Oying seni tashlab hech qayerga ketmoqchi emas. Yo'q, oyi, nima keragi bor bunaqa maynavozchilikni? Bilsin bu ham. Sarvar, endi sen ham katta yigit bo'lib qolding. Hamma haqiqatni bilishi kerak. Ha, turmushga chiqyapman. Boring keting. Nima keldingiz unda? Siz ham dadam birisiz-da. Faqat er kerak sizga. Farzand umuman keragi yo'q. Nima dunyo keltirgansiz bo'lmasa? Boring keting, nima o'tiribsiz? Boring keting. Bolam. Chiqing bu yerdan. Sizni vashchi yomon ko'raman. Bolam, to'xta, Sarvar. Sarvar. Shu kerakmidi senga? Nima qilding endi? Sarvar? Sarvar, bolam, to'xta. Sarvar, meni eshitgin, meni gapim bor senda. To'xta. Sarvar! Nima qilay axir? Men ham insonman-ku, ayolman-ku. O'sha iflos er shunchalik qilib ketmaganida men ham ayoldek yashagan bo'lardim, ona bo'lib. Tush. Samsa oyim olib ketmoqchi bo'lgan? Ha? Nima deyapsan, o bola? Samsa oyim olib ketmoqchi bo'lgan? O'zingni bos, uka, o'zingni bos. Nima qilyapsan? Samsa aql olib ketadigan. Men oddiy shofyorman. Nima qilyapsan? Ol qo'lingni. O'zingni bosib ol, ey. O'zingni bosib ol, deyapman. Samsa oyim olib ketmoqchi bo'lgan. Qachon olib ketmaysan oyimni? Nima deb tashlayapsan? Sarvar! Qo'lingni ol, deyapman senga. Bolajonim, to'xta. Xola, olayman buni. O'ldirib qo'yaman, qachon olib ketmaysan oyimni? Tushundingmi? Sarvar, to'xta bolam. O'zingni bos, deyapman. To'xta bolam, bu oddiy shofyor. Onangni olib ketgani kelgani yo'q. Taksist bu bolam. O'zingni bos, deyapman senga. Shoshmang bolam. Shu olib ketmoqchi oyimmi? Odamning ishi bolam. Nima qilganing bu? Nima? Voy. O'zinglar kelishib olinglar. Uzr Sarvar, bolam. qayoqqa ketyapsan? Sarvar! Nega urasan uni? Nega urding? Sarvar!
Xola hormang. Salomat bo'linglar. Abi sigaret yo'q? Men sigaret sotmayman. Bugun savdo yaxshi bo'ldimi deyman? Ko'chimizdan ham kelmay qopti-ya. Bo'ladi endi. Harakatga Ha, qarab. xola bugun ochilib ketibsiz. Men tushunmadim bolalarim. Onang tengi odam bo'lsam, uyalmaysizlarmi gap otganda? Tanlani ham onang bordir. Unga ham gap otsa qanaqa bo'ladi? Bor yo'lingdan qolma. Gapirmadim-ku. Bor o't. O nima deb otsan? Onam bo'ladi mani. Nima xohlayapsan? Voy, voy. Voy, qoch. Qoch dedim. Qoch. Qo'llaring sizsa. Bor yo'lingdan qolma. Ko'rdingmi ahvolni? O'zingga ko'rasang qara. Tur. Hech qat'iy og'rimayaptim bolam. Qo'yavering oyi. Gaplashaman men bular bilan hali. Gapirib o'tib ketardi. Men sizga necha marta aytganman oyi, ishlamayman bu yoqda dedi. Shunaqa narsalar kerakmi sizga? Sharmanda bo'lish xohlaysizmi? Topaman o'sha pulni. Uyda o'tir degandan keyin o'tirish kerak-da oyi. Olayman bu narsalaringizni. Kecha kamlik qildimi? Davay, Sarvar. Sen shu orzuyimni ro'yobga chiqarsang, meni armonim qolmaydi bolam. Adamni bittasi urdi. Keyin adam ularni pichoq ushlab o'ldiraman dedi. Ha? Sarvar kelgan. Ha? Faqat qorni og'rib qoldi. Nima qilay endi, Jasmin? Sen juda ham yaxshi ko'raman. Boring, aldamang. Oyim yerga tegibdi. Voy, o'lmasam. Sharmanda. Bilardim o'z shunaqa bo'lishini. Serialning qolgan qismlarini S Play platformasida tomosha qiling.